Sikllarda optim birinchi qo'l sotiladigan joy yetib keldi do'stlar. Eng asosiysi do'stlar bularga super chegirmani haq berishgan. Bularni o'zi 2 tonna yukni bemalol ko'taradi. Trosini o'zi 2 tonna yuk ko'taradigan bo'ladi. Mana bu ko'rgan 600 kilo bo'ladi. Bo'ladi aka. Do'stlar 15 metrgacha trosi bo'ladi. Aytib o'tganimdek 2 tonna yukni to'liq tortadi. Bularni qulayliklari hamda oldingilardan ko'ra qanday tartibda o'zgaradi va qanaqa qulayliklar bor va qancha bonus qilib bersa shularga do'stlar Sarvarbek akamlar to'liq ma'lumotlar beramiz. Abdulaziz aka, assalomu alaykum. Xush kelibsizlar. Charchamayapsizlarmi? Sog'lar yaxshimi aka? Qiynalib oldinglar? Rahmat aka, shukur. Xo'p, aka kvadrotsikllarda juda ko'pchilik qiziqadi, juda ko'pchilik yoqadi. Haqiqatdagi 2 tonna yuk ko'taradi. Aka, haqiqatan ham 2 tonnagacha yuk ko'taradi. Dokumentiga ham 2 tonnalik yoziladi. Bu kvadrotsiklimiz aka Alp kompaniyasida ishlab chiqarilgan bo'ladi aka. 4 ta balonlik пониженный повышенный передачasi bor. 2 tonna yuk tortuvchi bo'ladi aka. Kabinka bilan o'zi aka qoraga qizil svet aka kombinatsiya qilingan aka. Agar ruxsat bersalaring, agar sizlarga obunachilaringizga qiziq bo'ladigan bo'lsa, aka polni bir boshdan obzorini qilib beraman aka. Bo'ldi aka. Xo'p, aka mana video olishimiz oldin aytdingiz, ba'zilarda oldingilardan ko'ra noqulaylik bo'lgan, bunda ancha qulaylik do'stlar. Albatta aka, bu kvadrotsikllarda o'zi ko'pchilik xalqimiz ichida meni yaxshi bilishadi. Ancha yillardan beri shu mototsikl sohasidamiz aka. Oldin bir ikkita kompaniyalar bilan hamkorlik qilib kvadrotsikl olib kirganimizda bu ozgina neuspeshniy bo'lib qolgan. U kompaniyalarda nomini aytolmaymiz. Aytsak to'g'ri kelmasa kerak. Alp kompaniyasida buni hamkorlikda aka takomillashtirib ishlab chiqarilgan. Oldingilarning muammosi nimada desiz, Abdumajid aka, oldingi kvadrotsiklarning muammosi kabinkani oldi qismi yaqinroq joylashgani uchun rulni oxirigacha burganingizda labovoyga tegib qolgan. Mana bunda aka tegmaydi. Bemalol bursa. Shuning uchun bahaybat aka kabinka joylaganmiz. Shuning uchun ancha katta. Albatta, bakovoylari ham aka juda katta bakovoylar qo'yganmiz. Endi bu kvadrotsiklimiz aka dalali, tog'li, toshli zonada yurgani uchun har bir detalini aka ahamiyat bermasangiz, unda ham bo'lmaydi aka. Balon razmerlari aka nihoyatda tishlari baquvvatidan qo'yganmiz aka. 12 ga 10lik bo'ladi. Keyin bu balonlardan aka topish muammo emas. Bor, xudo xolasa. Har doim o'zimizda bor aka. Juda ham zo'r. Xo'p, Abdumajid aka, bu kvadrotsiklimiz endi masalan yerli zonada yurish mumkin, to'polli zonada yurish mumkin. Ba'zi paytlar yangi suv qo'yilgan bo'lsa, dalalarga kirsangiz yukingiz bilan botib qolasiz. Shunaqa bo'lmasligi uchun aka oldida lyubotka trosi aka 15 metrgacha chiqib, o'zini o'zi 2 tonna yuk bilan aka tortib olish xususiyatiga ega. Trosda o'zi 5 tonnalik hisoblanadi aka. Tros ham baquvvat qalamdan qo'yilgan. Ya'ni prostoydan qo'yib qo'yilgan. Albatta aka. Mana oldida aka bu prosta fasad emas aka, ko'rsangiz splashni ramadan duvga chiqqan aka, oldi qismga. Bu oldi tomoni ham aka mana bagaj hisoblanadi. O'zi aslida mana oldi. Bu ham aka 120 kilogacha yuk ko'taradi. Meni vaznim aka 94 kilo. Voh, do'stlar ko'rasizlar. Endi aka yukni ko'tarish uchun hamma sharoitlar o'ylab topilgan. Albatta, albatta. Endi bu aka samimiy moshniy narsada bu. Eng baquvvat narsada bu. Baquvvat xizmatingizni qilib berish kerak. Bu o'zi masalan narxiga yarasha, puliga yarasha haqiqiy pul topar, og'iringizni yengil qiladigan texnika aka. 250 kublik original dvigatel qo'yilgan aka. Zonshen dvigatel qo'yilgan. Tablolariga e'tibor beradigan bo'lsangiz, Abdumajid aka, hurmatli obunachilar, juda ham zamonaviy tablo qo'yilgan. Tablo chekkasida bu tomonda benzin qoldiq. Bu tomonda suvni bosimi va tezligimiz bu tarafdan ko'rinib turadi. Ob'yom dvigatel bosimi bo'ladigan bo'lsa, bu yoqdan yurgan kilometr pastdan ko'rinib turadi aka. Troslarni ishlatish knopkasi mana. Oldi orqa qilib aka ishlataveradi. Benzin baki 14 litrlik. Xo'p, aka 2 kishi yonida o'tirsa bo'ladi, bemalol. İşte sideniyalar qo'yilgan. Sideniyani tagi aka hozir men sizga ko'rsataman. Mana. Kerakli narsalar joylash uchun kichikroq narsalarda juda ham qulay joy. Bu aka antifrizli hisoblanadi. Vazdushniy emas, motor, ya'ni suv bilan soviydi aka. Qizib ketish ehtimoli yo'q. Yo'q, mana bu yerdan bemalol o'sha. Albatta, antifrizni qo'yib qo'yadi, bo'ldi. Bortining razmerlari aka buni 2 ga 1.35 bo'ladi aka. Uzunligi aka 75 bo'ladi. Har qanday yuklarda bemalol aka toshib yuraveradi. Ikkiga aka diqqat e'tiboringizni Abdumajid aka bitta narsaga qarataman. Bu kvadrotsikllarda orqa zatning ustiga zil zatning ustini ishlatganmiz degan bo'laveradi aka. Damas Labo zatning mostlaridan aka $180 ga qimmat turadi. Aynan shu zatning mosimizni o'zi. Risorlariga ham ahamiyat bering aka. Bu stabilizator hisoblanadi. Bu endi og'ir yuk tashuvchi hisoblangani uchun aka balonlar balansirovkasini yo'qotmasligi uchun joylashtirib qo'yilgan aka. Bir-biriga albatta.
И aka mana kraskalariga ham ahamiyat beradigan bo'lsangiz, Alp kompaniyasi hammamizga ma'lum. Mana videoni yaqinroqqa olib keladigan bo'lsangiz ko'rsataman aka. Endi qo'limda ham artib beraveraman. Mana kraska sifati aka 3 slot kraska uriladi va ustidan lak beriladi. Shuning uchun Alp kompaniyasi mototsikllari kraskasini sinash uchun o'tkir tirli narsada tilib ko'rsa ham bo'laveradi aka. Bemalol. Ha, bu hali porsillab kraska chiqib ketib qolmaydi. Kraska Har bitta detalga xizmat e'tibor berish lozim. Albatta, mana ko'radigan bo'lsangiz, aka list yopishgan har bitta joy germetika bo'lgan. Har bitta joy shumka bo'ladi, germetika bo'lgan. O'shuning uchun aka bortidan shum chiqmaydi. Juda ham bir polvon, hali o'zbegimi qoraqaltiroq dezira guruchida osh yegan mahsulot mana shu bo'ladi. Ya'ni bemalol do'stlar bunda cho'chimasdan, o'sha fermer akalarimiz bo'ladimi yoki o'zi dala dehqonlarda ishlaysizlar, maza qilib ishlatib, jononalik nima deydi, yerda joni sug'ura oladigan ham bo'laveradi. Albatta aka, mana bizda endi vodiy aka ko'p bilamiz, qalin tuman tushadi aka. Mana Voha tomonlarda ham juda ham qalin tuman tushadi. Katta tumankalardan qo'yilgan. Tuman tushgan paytda ham o'zim yurib ko'rdim aka. Nihoyatda moshniy effekt beryapti. Juda ham zo'r aka. Oldi tomon aka havoni shopir tomonga urmasligi uchun shopirning sog'lig'ini o'ylagan holatda zashtin qo'yganmiz aka, qiyoqon qilib. Yon tomondan kelayotgan havoni oqimi aka shopirni ko'ksiga urmaydi. Kabinkani ichi har doim issiq aka. Kabinkani ichi. Maza qilib minsa bo'laveradi. Albatta aka. Rasxod qanaqa aka? Rasxodi aka bularda 7 litrdan aka 9 litrgacha rasxod o'ynaydi. 7 litrdan 8 litrgacha aka tekis yo'llarda yukli va yuksiz holatida. Tekis yo'llarda. Endi tog'li, toshli masalan perival zonalar bor aka. Voha tomondagi perivallar bor. Masalan, Jizzax hududida yashaydigan akalarimiz bor. Bizda mana Farg'ona vodiyda Shahmardon hududidagilar bor aka. 2 tonna yuk bilan bemalol tepalikka tortaveradi aka. Bunda пониженный повышенный передачasi ham bor-da. Endi shunga qarab, masalan, tog'li zonalarda kuchantirib, iloji boricha endi bari kuchantirmaslikka harakat qiladi, lekin xohlaymiz, xohlamaymiz, motor kuchanib ishlaydi. Tikka tepali bo'lgandan keyin. Endi baytlarda 9 tagacha aka rasxod ko'tariladi. Tepali zonalarda 9 tagacha ko'tariladi. Bizda aka har doim nalichisi bo'ladi. Endi bog'i bor, masalan, dehqon akalarimiz masalan qiziqib qolishi mumkin. Bu endi kabinkali varianti, bog'i bor dehqon akalarimizga kabinkali varianti ko'p ham to'g'ri kelmaydi. Sababi daraxtlarning shoxlari bo'ladi aka. Kabinka xalaqit beradi. Buni endi aka bizda kabinkasiz varianti ham bor. Kabinkasi ham bor. Xohlasa kabinkali olib, kabinkasini qatirib, bo'shatib ishlatsa ham bo'laveradi. Xohlasa bir yo'li kabinkasini olsa ham bo'laveradi. Ketaveradi. Bizda endi har xil variantlari bor aka. Juda ham zo'r. Endi aka mana shu yerda anaqa qiladigan bo'lsak, hozirgi kunda ko'p mashinalar benzin muammo bo'lib, kuyib qoldi, netib qoldi, motor qilish holatlari bor. Bu motor benzin tanlaydimi yo tanlamaydi? Aka, bu o'zi asli benzin tanlamaydi. Lekin bitta narsani aytamiz, biz O'zbekiston Respublikasi, quyosh makon, jannat makon o'lkada yashaymiz. Ba'zi bir mahsulotlarimiz tan olamizmi, tan olmaymizmi aka, sifatsiz. Masalan, 80 benzin bu tanlamaydi. Xarakteristikasida masalan 80-90 bunga masalan tanlaydi degan narsa tanlamaydi bu. Lekin 80 benzinni ham hozir mana zapravkadan qo'yib aka oktanini tekshiradigan bo'lsangiz, endi men hamma zapravka demoqchi emasman. Ba'zilar oktanini tekshirtiradigan bo'lsangiz aka 65, 75 yoki bo'lmasam gazali aralashgani bor-da. Buni har qanaqa holatda ham tavsiya qilmaymiz-da. Endi hozir bizni 90 benzinlarimiz aka 80 lik kachestasida qabul qilaverasizda. Demak, iloji boricha 90-92. Ishonchli zapravka bo'ladigan bo'lsa, bu zapravkasini egasi masalan ishonchli odam, xalqning ishonchini qozongan zapravka o'zi 80 qo'yishaveradi aka. Misol, endi hali boshqa begona joyga to'g'ri kelib qolganda, baribir masalan agar men o'zim mahsulotim bo'ladigan bo'lsa, men ozgina o'ylanaman-da. O'sha e'tibor berishlar. Albatta, e'tibor bersa juda ham yaxshi bo'ladi. Chunki texnikaga ham aka qancha mehr berganingiz sari uzoq yashaydi. Abdumajid aka, texnikaga hali ko'pchilik mahsulot sotib oladi-da, yo kuchantirib yuradi yoki bo'lmasam musur benzinni qo'yadi, klapan kuyadi, boshqa narsa kuyadi-da, mahsulot yaxshi emas ekan deb o'ylaydi. U o'zi asli texnikaga o'zi kerakli mehr berilmagan bo'ladi. Shuning uchun. Albatta. Do'stlar, men shuncha ahamiyat berib bersizlar, Xudo xolasa. Xo'p, endi aka, boya videomiz boshida aytib o'tib ketdik, narxi super chegirma narxlarda qilib beryapsiz. Inshaalloh aka, Alloh qodir qilgancha. Narxi nech pul edi? Biz obunachilarimizga nech pul qilib beradi? Aka, bu kvadrotsikllarning narxi $3250 dan $3600 har xil joylarda, internet magazinlarda, savdo do'konlarida sotishyapti aka. Abdumajid aka, siz obunachilaringizga $3180 dan qilib beramiz. $3180. $3180 dan standart
standart aka sizni obunachilaringizga qilib beraman. Nalichida bor. Nalichida bor aka. Xudo xolasa olishsa, telefon Yo'q aka, bu bizni mana omborimiz hisoblanadi. Bu bizni birinchi omborimiz. Farg'ona bo'ylab aka yana ikkita omborimiz bor aka. Bu yerda 3 g'ildiraklik, elektrichеский mini labolar, har qanday mahsulotlarimiz bizda har doim omborda nalichi bo'ladi aka. Keladi ombor narxida, ombordan olib ketishaveradi aka. Dastavkalarga keladigan bo'lsak, dastavkalar aka kelishilgan holatda aka qilib beraman. qilib beriladi. Xudo xolasa aka. Keyin 4000 kilometrga Abdumajid aka kafolat beraman. 4000 kilometrga ham garantiya. 4000 kilometrga oyga nisbatan 3 oy. Men kilometr kam yuraman deydigan bo'lsa, oyga nisbatan 3 oy, kilometrga nisbatan 4000 kilometrga ham qanday kafolat berasiz desiz, dokumentiga 4000 kilometr yozib, o'zimiz korxonamiz tomonidan pechatlarimizni urib beraman aka. Endi bu 4000 kilometrda ichida aka, agar bizga yaqin hududda bo'ladigan bo'lsa, olib kelishadigan bo'lsa, agar o'zlaridan biror nima o'tib, misol, noto'g'ri narsa qo'yib qo'yib yo boshqa birorta holat bo'ladigan bo'lsa, bizni kafolat doiramizdan tashqari servisini bepul qildirib beraman. Servisini bepul qilib beraman. Ha, agar bizga olib kelishadigan bo'lsa, servisini bepul qildirib beraman. Zo'r aka, xudo xolasa do'stlar shoshilib qo'yinglar. Bunaqa narx, bunaqa narxlar faqatgina Sarvar akamiz o'zidan chiqyapti. Nima uchun dedim bo'lsa, siz obunachilar uchun hamda xalqimiz uchun shunaqa narxlarda qilib beraman. Albatta. Xohlasa do'stlar, bundan tashqari o'zidan vodiy kanallari ham bor. Xudo xolasa ana shu yerda obuna bo'ladigan bo'lsa, Telegram, Instagram, undan tashqari YouTube kanallari ham qoldiramiz. Albatta. Atdan to'liq ma'lumot olish. Abdumajid aka, Vodiy Moto degan kanalimiz bor. Lotincha harfda katta qilib yozishsa, Vodiy Moto deb yozishsa, aynan shu sohaga yo'naltirilgan kanal. Polni mashina. Agar qiziquvchi mototsikl texnikalariga qiziquvchi obunachilarimiz ichida qadrdonlarimiz bo'lishadigan bo'lsa, katta harfda Vodiy Moto deb yozsalaring kanalimiz chiqadi. Obuna bo'lib qo'ysalaring, iloji boricha manfaatli bo'ladi deb o'ylaymiz hammamizga ham. Xudo xolasa qo'limdan kelgan nima imkoniyat bo'lsa aka yaratib berishga harakat qilaman. Xudo xolasa do'stlar, soqqani bosganani, ya'ni Abdumajiddan oldim sizlarga. Xudo xolasa mana shu $3180 sizlarga chiroyli narxlarda qilib berishadi. Dastavkalar aytib o'tganlarda kelishni to'liqroq ma'lumotlar esa mana shu ekranda nomer yoki bo'lmasa kanallarga o'tadigan bo'lsa, batafsil hammasi haqida to'liq ma'lumotlar berib o'tgan. Sarvar aka, rahmat. Abdumajid aka, sog' bo'ling. Alloh rozi bo'lsin. Sog' bo'linglar aka. Sog' bo'linglar.